Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Bugungi efirimizda o'sha jiddiy masala Xitoyliklar O'zbekistonda bosib oldi degan qonli shov-shuv ketyapti. Do'stlar, to'g'ri hamda, masalan, Toshkentda bo'layotgan voqealar, miting qilishdi park ichida, yana har kuni erta bilan yig'ilib olishib, bayroqlarni qo'yib, chanchun deb bir balolar deyapti. To'g'ri yoqmaydi. Agar mabodo o'zbek xalqi Rossiyada yo Xitoyda yo Amerikada birovda rasheni olmasdan o'zini bayroqlarini ko'tarib yursa, rovna qamab bo'ladi. Nimagadir haligi bizda davlat idoralari bunga qaramayapti, soqqa kelyapti. Eli ko'tarasiga sotilgan. Men tushunmayapman. Shuncha blogerlar chiqib gapiryapti, xalq chiqyapti, shuncha qo'zg'olon qilyapti, shuncha to'polon qilyapti. Nimaga bu narsaga hech kim ahamiyat bermayapti? Xodimlar, men hayron qolaman-da, davlat xodimlari, o'sha haligi militsiyami, politsiyami, Toshkentning hokimi menga qaranglar-da, nima uchun o'zbek peshxoddan o'tayotgan paytda telefonda gaplashib qo'ysa, sizlar shtraf urasizlar. Lekin mana bu ittivollarini, plakatlarini ko'tarishsa, haligi o'zbekni prezident qilmasa, bir balolar deb so'kirib o'tib ketayotgan ekan, bularga hech kim ishtima demayapti. Qiziq narsa. Yo o'zbekning qadri haligi xitoyliklardan pastmi? Yo xitoyliklar o'zbekdan biron joyi zo'rmi? To'g'ri, birinchi ekonomika, to'g'ri, даже tavba qildim, xitoyliklar, davlat xodimlari sizlarga ishonmaydi. Qurayotgan institutlar, zavod, fabrikalarni nima debdi kontraktga? Bizda o'zimizda odamlarimiz borib quradi deyapti. Chunki bilishadi xitoyliklar ham, "Что sizlar o'g'illaysizlar? 10 tonna ketadigan almaturaga sizlar 300 kilo almatura tiqasizlar-da, chunki o'g'illab sotib yeb tashlashlaring kerak bu." Toshkentda, Samarqandda, Buxoroda yangi domlar qurilyapti. O'shalasi bironta do'stlar, yangi qurilgan domlar, hurmatli obunachilar, bironta yangi qurilgan dom talabga javob bera olmaydi. Men nechta o'sha quruvchilar bilan, nechta biznesmenlar bilan gaplashgan bo'lsam, Telegram kanalimda hammasi 100% Timur Rais Show. Yangi qurilgan domlar talabga javob bermaydi. Eng qizig'i, bir jo'ramam o'sha joyda ishlaydi. Aytmayman qaysi shaharligini, lekin o'shani o'zi aytayapti. Men lutshi uyda eski domdan olaman deyapti. Tushunyapsizlarmi? Davlat sizlarga xalqim ishonmaydi. Xitoylik вообще Yevropa hech kim ishonmaydi. Endi mana o'zimizda o'zbeklar absolutno ishonmaydi. Chunki sizlar o'zbekning qadrini yetmayapsizlar. O'zbekning qadrini past ko'ryapsizlar. Qachongacha shunday davom etadi? Nima uchun xitoyliklar o'zbekdan ustun bo'lish kerak? Nima uchun bularga hech kim qaramayapti? Agar любой o'zbek, mana men eshitishim bo'yicha Telegram kanalimda yana qaytamiz, O'zbekistonda bo'lib turib, O'zbekistonda bayrog'ini ko'tarib yugursang, tamom, seni 15 sutkaga qamab qo'yishadi. Lekin xitoyliklar o'zini simvolini qo'yyapti, o'zini bayrog'ini ko'tarib yugurib yuribdi. Xitoy nomer 1 deb. Pervod qildim men. Ularga hech kim ishtima demayapti. Nima bo'lyapti? Yo og'riqlaring bormi? Tabibni chaqiraylik. Bormi og'ir deb sal chiqaraylik. Do'stlar, davlat xodimlari tez vaqt ichida e'tibor berasizlar degan umiddaman. Chunki O'zbekistondagi ichidagi blogerlar yerda tursin. O'zbekistondan tashqaridagi blogerlar bor. Ular keyin ko'tdan olib ko'tga solib qo'ysa sulchayni yig'lab yurmaydilar. O'zi deputatlar itagam sharmanda qilib qo'yildi. Absolutno chichivordi. Вообще chichivordi. Gazda ovqat qilsa, haligi kosani qozon tagi oqarmaydimi, kosasini tagi oqarmaydi. Sen kimsan itda bolasi? Sen kimsan, sen xalqqa bunaqa sovet beryapsan? Tavba qildim, do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Shunchalik haligi o'zimizda davlat sistemamiz, o'zimizda millatimizni past ko'rib tashlayapti. O'zimizga millatni nafas olganini qo'ymayapti. Shuning uchun O'zbekistonda zo'r haligi tadbirkorlar, zo'r o'ziga ishongan bir qism yiqqanlar chet davlatlarga chiqib ketib, O'zbekistondan pakinut bo'lyapti. Просто chatda pakinut qilyapti. Qaytib kelish niyati yo'q, chunki korrupsiya уже вообще zashkaливает deydi. Hozir men videolarni qo'yib beraman do'stlar. Militsiya xodimlarini oddiy xalqqa qanaqa отношение qiladi. Hamma videoni to'liq do'stlar oxirigacha ko'ringlar. Xitoyliklar nimalar qilib yuribdi va bizda davlat xodimlari o'zbek millatiga qanaqa отношение qilyapti. Bitta jindiga seni deyapti xalq tanlagan desa, men deydi xalq tanlamagan deydi. Men deydi o'qiganman deyapti. Hey, militsiya xodimi, itti bolasi, sen haromiga xalqdan nalog yig'ilib, senga oylik sifatida beriladi. Tushunyapsanmi? Senga prezident o'zini kissasidan bermaydi, deputatlar o'zini kissasidan bermaydi. Itti bolasi, ana shu sen prezident qilmayotgan xalq, o'sha o'zbek xalqi o'zini nalogidan senga oylik qilib beradi. O'sha deputatga ham, o'sha prezidentga ham hammaga xalq to'laydi. Senlarda xalq nanimat qilgan.
Senlar xalq uchun ishlashing kerak. Sen hech qanaqa sen itti bolalari xalqdan zo'r emassanlar. Deputatlar, hokimlar, haligi militsiya xodimlari sen itvachchalarning o'rtasidan prezidentga ham haligi so'ya tushyapti. Tushunyapsanmi? Odamlar prezidentdan norozi bo'lyapti. Chunki sen haromilar esingdan chiqib qo'ygansanki, chiqarib qo'ygansan. Sen xalqning qulisan senlar. Senlar xalq uchun ishlashing kerak. Xalqning manfaati uchun ishlashing kerak. Lekin sen itti bolalari faqat o'zingni o'ylaysan, o'zingni manfaatingni o'ylaysan, xalqdan ko'proq pulni olib ketish, itarish, aldash, maldash. Tavba qilib bitta tadbirkor bolalar uyiga, mana yetim yesirlarga sunnat berib. Eng qizig'i hokim kelib, mana men yordam beryapmiz, mana davlat tarafdan deb. Tadbirkor o'zini qistasidan qilgan. Sizlarga jinni berganmisizlar hokimlar. Tadbirkor o'zini qistasidan, o'zini halol pulidan sahralarga yordam bersa, yugurib kelib, men yordam beryapman, davlat yordam beryapti deb xalq aldab o'tiribsizlar, nagli. Men yaqinda shu narsalarni ko'rdim. Bu problema bitta O'zbekistonda emas, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham bor. Biron bir tadbirkor salgina bir ko'tarilib qolib biron ish qilsa, darrov hokimlar orqasida yuradi. Bugun yetimcha nima qilar ekan, o'zimga zaslugamni o'zimga yozib qo'ysam desa. Do'stlar, xalq, videoga maksimal like bosinglar. Bundan dahshatli narsalarni olib chiqaman. Videomni oxirigacha ko'ringlar. Bu yetimchalarni men naraskalarini qo'ydim. Tomosha qilinglar, o'zlaringizning fikrlaringni qoldiringlar. Bu xitoyliklarda shunaqa haqqi bormi yurishga? Eng qizig'i, hozir yana bir ikkita video qilaman. Batafsil informatsiya olib chiqaman. Bularga prosta boykot qilish kerak. Bularda tovarni olmash kerak, boykot qilish kerak. Xitoyliklar nima sotsa, biron narsa sota olmaydilar. Itti bolalari o'zi chiqib ketsin, qisilib. Bu televizor ko'tarib kelsa, sen uni televizorini olmasang, oxiri nima bo'ladi? Arenda to'laydi, u qiladi, bu qiladi, ubitga tushadi, qochib ketadi. Tushunyapsizlarmi? Mana shunday qilib bularga boykot qilsa bo'ladi. Boykot qilinglar. Chunki kelyaptimi? O'zbek millatining qadrini bilish kerak. Ayniqsa ayollar, voy. Hali bu temani ham gapirib o'taman. Ayollar o'sha yerga tegishni boshladi. Ayollar o'sha yerga tegishni boshladi. Bu nima degani bu? Tavba qilib sen ana shu ayollar, o'sha qizini bergan otalar, onalar, senlar ko'tsan. Senlar o'zingni millatingni sotyapsan. Bir qarasga o'zingni manfaatingni deb, o'zingni 2 so'm pulingni deb qizingni sotyapsan. Senlar haromisan. Ertaga mabodo biror narsa bo'lib qolsa, sen haromlar. Menda mana shu bugun qaraslarga qizini beryapti, kameralarga ishlayotibdi, haligi shestorkalik qilyapti, haligi xodimlarga. Sen itti bolalari chegarani ham ochib berasan. Tushunyapsanmi? Senlar shunaqasan. Senlar o'zbek millatini pul uchun ko'tarasiga sotib o'rasan. Ahmoqlar. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ramiz. Hammaga rahmat. Kanalga obuna bo'linglar, o'zlaringizning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Men shu yerda. 차이나타운을 말하는 것이 아니라 군사 요충지에 차이나타운을 건설했습니다. 그들은 우리나라를 국권을 침탈하고요, 경제를 침탈하고 우리나라는 국민들은 이등 국민이 돼 있는 겁니다. 이것이 사실이 아니고. Nam buzilib oldi. Ha? Buzilmasi videosiga gap beryapman. Sherigingni. Men qaysi sherigim? Qani, isbotlab berasiz? Bitta uzilib qo'ymoq. Aka, aka. Bo'ldi. Umringni oxirigacha videosim gapir, tushundingmi? Bo'ldi, xo'p qiling. Nima mashinasi bu? Bu meni mashina. Nima shaxsiy mulkim? Nima o'tiryapsiz? Nima shaxsiy mulkimga o'tiryapsiz? Nima shaxsiy mulkimga o'tiryapsiz? Nima haqqingiz bor? Aql qo'y. Videoni qo'yasan, tushundingmi? Ha, bo'ldi. Hujjatlaringni ochingmi? Ha? Hujjatlaring. Hujjatlarmi? Sekinroq gaplashing. O ustingizdagi formani biz kiydirib qo'yganmiz. Siz kiydirganingiz yo'q. Biz kiydirib qo'yganmiz. Siz kiydirganingiz yo'q. Aka, Siz kiydirganingiz yo'q. mana 100 olaman. 100 olaman. Biz kiydirganmiz. Xalq kiydirgan. Sizmi? Yo'q, siz kiydirganingiz Xalq kiydirib qo'ygan. Xalq kiydirgani yo'q buni. Kim Men kiydirgan? o'zim imtihonlardan o'tib normativlarni bajarib o'tganman. Siz kiydirganingiz yo'q. Shaxsan men noroziman siz bu tizimda ishlashga. Men ham sizdan noroziman. Qanday? Siz kimsiz bu ish bo'yicha? Qaysi? Bu ish bo'yicha kimsiz? Men xodimman. Bu ish Men bo'yicha mashkirgilikda xodimman. Bu Bizda ish hamma bo'yicha bitta. kimsiz? Qaysi ish bo'yicha? Aynan mana shu material bo'yicha kimsiz? Bittamiz. Siz Sizda ish adovat boryapti. qilyapsizmi tarmoqlarda yurganingizga? Men nimaga adovat? Alamzada bo'lib qolganmisiz? Siz adovat qilyapsiz. Men adovatni joyiz bormi? Siz bo'lmasa bu ish Siz bo'yicha bilan kimsiz? urushganmizmi? Bu ish bo'yicha kimsiz? Shu birgamiz, biriktirilgan Qanaqa xodimman. biriktirib? Bu ishgami? Mana shu albatta. ishga biriktirgan. Qani biriktirganlik buyrugingiz bilan bitta tanishib Qanaqa bo'ladimi? buyruq? Sizlar o'zlaringdan o'zlaring biriktirib olaverasizlar.
Tushunadi aka, men siz bilan gaplashishdan bosh tortaman. Bo'ldi, gaplashmaymiz. Siz bilan gaplashmayman. Ham chiqib turib, mana sizni qo'lingizdan material, men bu odam bilan ham gaplashmayman. Bu odam bilan ham gaplashmayman. Siz bilan gaplashaman. Telefon qilishyapti. Xo'p. Xo'p. Chiqib telefon qilaman. Ushlab o'tiribsizmi hozir? Yo'q, mana siz Ushlab o'tirishga asos bormi? material siz Mani ushlab o'tirishga asos bormi deyapman. Asos bormi? Yetkazib pochtadan yetib borganligini nima bilan asoslab? Chilonzor. Mana akalar nima aytibdi deb o'ylaysizlar? Peshxoddan telefonda gaplashib o'tayotganlarni ushlab yozyapti. Ha, Chilonzor. Hech kim yon telefonda gaplashayotgan, ham topib kelyapti, lekin telefonda gaplashib olmasa bo'ldi o'shani. Mana olib kelyaptilar. Hojab yapamiz telefonda gaplashib. Telefoningni qo'y, yoz ushlaydi sani. Ushamasa bo'ldi. Ayollar ushamasa kerak. Opani oldi. Voy. Voy. Nima yugurib borib yetmadim. Bo'ldi, men telefonda gaplashgancha o'shyapti. Nazot peshxodda. Militsiyaning kattasi eri bo'lsa, o'sha bilan gaplashayotganmiz. Shunday Azizlar, ehtiyot bo'linglar. Peshxoddan o'tayotganda telefonda gaplashmanglar.